O'rtoqlar, bitta narsani aytib o'tmoqchiman. Bir magazinni reklamasini post qilib qo'ydim. Unda raqs tushganman. Shuni o'zim unda olib qarasa, deyarli kommentariy o'qimayman, vaqtim bo'lmaydi, lekin administratorim menga hamma narsani yetkazib turadi. Keyin menga aytdiki, sizga aynan mana shu postingizda qizlar vizov tashlashibdi deb aytdi. O'rtoqlar, bitta narsani aytib qo'yay, olam bor. Menga любой professional o'zini ishini ustasi agar kirib kommentariy bersa, например, Iroda raqqosa deylik, qaningizga eplolmabsiz yoki yomon tushibsiz deganda, men xafa ham bo'lardim, chunki voy rostdan eplolmabman deb o'ylardim. Lekin sizlar professional qo'shuvchimisizlar yoki raqqosamisizlar? Sanatga nima aloqanglar bor? Kelinglar, gap ko'paytirmaymiz. Nomer qoldiraman, telefon qilasizlar. Raqs zaliga boramiz. Birma-bir hammanglar bilan tashlashib, o'ynab va Instagramga qo'yamiz. Xalq baho bersin, to'g'rimi? Keyin agar yo'q, men o'ynolmayman, chiqolmayman, erim palon pismadon deb haligi sponi beradigan bo'lsanglar, demak, javobinglar bilan ham o'zinglar bilan ekan. Sizlar nima deydi, san'atkor bilan kirib bahslashadigan darajada kommentariy yozadigan inson emas ekansizlar demak. Так что давайте, men kutaman olg'a. Bo'lsin. Bir anaqa nima deydi, sinab ko'ringlar. Xalq baho bersin. Manza kutaman telefoninglarni. Xo'sh, endi boshqa masala. Bugun bir Instagram kunim ekan. Men bu opaga qaranglar, bir ko'rishda taqvoli, bir anaqangi iymoniy farishtani berib o'tiribdilar. Bu yozgan haqoratingiz uchun hozir men ro'daga sizni chaqirsam, uyat bo'lsa kerak. Sizga ayol chaqirsam, ro'molingiz hurmati bor-da. Yana bir kirsam, haligi kommentariyalarda bir post qo'yibdilar, shunaqa yozibdilar: o'zingni isloh qil, boshqalar bilan ishing bo'lmasin, Allohga tashab qo'ygan bir nimalar debdilar-da. Xullas, endi daslovni bilmayman anig'ini. Siz hozir opa shunda o'zingizni isloh qilib bo'lganmisiz? Boshqalarning kommentariyasiga kirib, haqorat qilyapsiz bo'ldimi? Shunda hozir siz hamma ibodatingizni qilib bo'ldingizmi? G'iybatga qaytibsiz? O'zingiz yo'lingizda, o'zingiz anaqangizda yuravermaysizmi? Keyin yana bitta gapim chalib qolib ketdi. Xullas, opa, men sizni topaman, lekin bir razmerlarimizni o'lchaylik. Bu semiz qurdiganingiz kim semiz ekan? Kim razmerlarimizni bir o'lchab, bir oydinlik kiritib olaylik. Rosa ham qiziq bo'lyapti deymanga.